Алиса, отключи телевизор. Ага. Алиса, включи цвет. Xullas ko'rib turganingizda, mana shunaqangi umumiy dom tizimida ishlovchi Abu Dhabi Novostroykasiga kelganmiz. Ya'ni manzilimiz Shayxontohur tumani Huaydo mahallasi. Bu Novostroykani ko'pchilik yaxshi biladi, juda ham elitli Novostroyka. 6-etajda joylashgan, maydoni 115 kvadrat bo'lgan, polnisi noldan attido sifat bilan remontdan chiqarilgan ushbu kvartiramiz sotuvga qo'yilgan. Videoning oxirida narxini aytaman, lekin bu lokatsiya uchun narxiga juda ham zo'r variant. Planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz, eshiklarning o'ziga ham sensorning hammasi umumiy dom tizimiga ulangan. Chap qo'lda mana bu yerda garderob yashiringan bo'ladi. Juda ham qulay qilib qo'yilgan. Ancha-muncha narsa shu yerga kirib ketadi. To'g'ridan aniq dekoratsiyalarni ko'rishimiz mumkin va kirishimiz bilan hozirgi holni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xonamiz zal, mehmonxona, chiroyli mebellar qo'yib qo'yilgan va dars keladigan bo'lsa, bu yoqda kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Kattagina razmerda o'zining balkonlari ham bor. Lekin ko'rasizlar, hammasi juda ham chiroyli ishlov berilgan. O'rtada bo'lsa, bitta umumiy sanuzilni ko'rishimiz mumkin. Kirmoshini sushilkalargacha qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Bu xonamiz bo'lsa, okalar mana bular shkop. Mana shunaqa chiroyli panorama qilib qo'yilgan. Kattalar yotoqxonasi o'zini alohida sanuzil bilan birga. Xullas ko'rasizlar, hamma xonalarimizda panorama oynalarni ko'rishimiz mumkin. Lokatsiya qiziqadiganlar uchun, lekin juda ham zo'r variant okalar. Oxirgi xonamiz bizda bolalar yotoqxonasi bo'ladi. Hammasi mebellari zakazno qilib qo'yilgan. Xullas ko'rib turgan hamma mebel texnikani tashab ketamiz deyapti. Shundoq kelib yashab bersanglar bo'ldi. Maydonni eslataman, 115 kvadrat metr, narxi bo'lsa $200,000. Lekin bu Novostroykada bunaqa narx topish qiyin. O'zingizga bemalol solishtirib ko'rsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar, pastda parkovkalari bor, uni ham gaplashamiz deyishgan. Xullas o'zingizlar bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.